Sırtı çürük, içi yumuşaq, kuruş, sırı təmlik, kebab təmlik, biliq kebab yegəniz barmı? Bazardan bir parça biliqni on qoyuq elib yegəndən bir parça biliqni elib özünüzlə ayıldım şundaq oxşitib tayyorlashni o'rganib oling. Hem pakiz, hem bereketlik bir ko'rikli o'rganib olalaysiz. Ems qo'llash sizdan ko'plab yurak besib qo'yishinglarni alt raqamni ko'plab aytib qo'yishinglarni tuvanchilik bilan so'raymiz. Aldı bilan biliqni pakiz yuyib to'g'rab tayyorlab olamiz. Cho'ng kichikligini o'zinglarning yaxshi ko'rishiga qarata kesib olsanglar bo'ladi. Kesib tayyorlab olgan biliqning ustiga ushshaq to'g'ralgan samsaq, zanjabil, so'mpiyaz, tuz, sira, ahmush, kavachin, uni, laz uni hamda bir tal tuxum chiqib yaxshi aralashtirib olamiz. Aralashtirib bo'lgandan keyin 15 minutdan 20 minutgacha atrofda tamlantirib olamiz. Bunday bo'lganda biliqning purqi yo'qaydi hamda texim mezlik ham tamlik pishadi. Andan tamlantirib olgan biliqning ustiga 4-5 qo'shlik kraxmal qo'yib yana tekshi aralashtiramiz. Aralashtirib bo'lgandan keyin qozonga moy qo'yib, moy qiziganda bir-birlab solamiz. Qozonga silib 2 minutgacha aralashtirmaymiz. 2 minutdan keyin asti ustini o'rib, sag'artib pishirib olsak bo'ladi. Çürükrak yeyishni yaxshi ko'radiganlar mayda uzunroq turg'izib olsanglar bo'ladi. Andan ustiga o'zinglarning yaxshi ko'rishiga qarata zira yoki kebab tetqusi yoki oq kunji sepib etib iste'mol qilsanglar bo'ladi. Texnik yaxshi mazmunlardan huzurlanmoqchi bo'lsangiz, bas 4 dan 5 minut qo'shib oling.